Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 21. 16 yanvar 2026-yil. Men sizlarga hozir srochni Rossiyada bo'layotgan voqeani aytaman. Zachiska prilavka deyapti. Magazindagi prilavkada nimalar bo'lsa hammasini tozalattiryapti. Просто нас travят deyapti. Bizni zaharlab nima deyapti? Bizni zaharlayapti deyapti. Отравление qilyapti deyapti bizlarni. Zaharlayapti deyapti. Mana shu butun Rossiya bilan faqat O'rta Osiyoga hujum. Ruslarni, musulmonlarni yo'q qilish. Yer yuzida ruslar bilan musulmonlarni yo'q qilish rejasi bor Amerikani. Bu dada qilib olganlar bor, ota qilib olganlar bor Amerikani. Mana tushunmaydi gapga. Mana endi Eronni keyingisida men Eron haqida, enlo ma'lumot Eron haqida nimaga birdaniga to'polon bo'lib ketdi? Nima uchun? Nima sabab? Mana shunisini enlo ma'lumot keldi menga. Endi men sizlarga nima uchun to'satdan Eron bunaqa ichidan chiqib og'dar to'ntar bo'lib ketdi? Ana shuni so'zlab beraman. Hozir butun O'rta Osiyo magazinlarida, Rossiyada mana ruslar aytib beryapti. Xronika sudbi degan saytida Nastraviyat namerенно deyapti. Nastraviyat namerенно. Bizlarni zaharlayapti dedi. Endi go'shtandart chiqaradi, znak kачества beradi. 90% miyasa kalbasada, doktorskiy kalbasa bor ilgari 90% go'sht dedi. Qolgani qog'oz, mavg'osi bir konsentrat qo'shardi dedi. Hozir bizlarga deydi, mana cho'chqalar yeydigan bug'doyni olib kelib un qilib Xitoyda anaqa bir silliqqina chiroyli qilib beradigan qorindir yeydi-yu, aldaydi. Hech qorin to'ymaydi. Unda hech de vitamin yo'q. Bizi unlarni, bug'doylarni faqat g'arbliklar, Amerika, Xitoy yeyapti deyapti. Biz toza narsalar deyapti. Ular olib ketyapti deyapti. Olib ketyapti. Hammasini deyapti. Mana endi tozalash boshladi. Bizdachi qachon shu bo'ladi? Qachon? O'zini millatini, o'zini xalqini atrofat qilyapti Rossiyada. Millatini, xalqini zaharlab o'ldiryapti. Birdaniga o'lib qolmaydi. Men nima degan bo'lsam, xuddi shuni aytayapti. Birdaniga o'lib qolmaydi. Asta-asta o'ladi. Chaqaloqlar, ayniqsa qarilar tezroq o'ladi deyapti. Bu narsalarda qo'shmagan narsa, suvlarni ham gapiryapti, go'shtlarni, bu tovuqlarni konsentrat qilib tabletka bilan ishirib, anda qilib olib chiqib yeyotgan tovuqlarim hammasi atrofli qiladi. Gapiryapti. Ruslar haqiqatni gapiradi. Ruslar otasiga ming rahmat, haqiqatni gapiradi. Mana o'zini millatini shunday qilib zaharlayapti ekan. O'zlari aytayapti. Buni deyapti, o'sha hammasiga aralashganlar bor. Buni kimlar qilyapti? Soros fondi bilan qilayotgan odamlar shug'ullanyapti bundan deyapti. Mana shunday deyapti. Mana endi bizdachi, bizda mana Hoji Akbar shunaqa qilib so'rovga o'tganda aytayapti. U boshqa yoqqa o'tmagandi. Falon narsani bir harom deb qo'ygan ekan, shuni bahona qilib qamab qo'ydi. 15 sutka berdi, yo'q qildi xullas. Bu nima degan gap? Bu o'zingni millatingni, o'zingni xalqingni ko'zini ochay desa, o'shanga yo'l qo'ymagan u qanaqa u? Davlat qanaqangi bu organizatsiya? Qanaqangi bu dushmanlik, o'zining xalqiga dushmanlik? Bu nima degan gap? Bizda ham endi harakat qilsin, qachongacha o'zimizni millatni bunday qilib atrofli qilib. Birov bizga ozgina gapirsa, shuni orqasidan tushib, mana orqasidan shuni qamatib yo'q qilish maqsadi bo'ladi. Qayerga agar Xudo ko'rsatmasin, alonga managa bir tergov tushib qolsangmi, hamma hujum qiladi. Sud, prokuror, ichki ishlar hammasi shu odamga hujum qiladi. Chunki buni gapirib qo'ydi, mana bunaqa narsalarni gapirdi. Bu savdomiz yurishmay qoladi. Eng savdosi yurishadigan odamlar o'sha Soros fondi bilan shug'ullanayotgan bo'lib qolsa, shunga naq dushman bo'lib qolyapti-da. Naq dushman bo'lyapti. Bunaqa bo'lish kerak emas o'zini millatiga. Mana Mirziyoyev yaqinda YouTube'ga chiqib ko'rsatdi o'sha bir paytlar aytgan gapini. Qo'y endi qaysi biriga do'st bo'lsa, yo u yoq bilan do'st bo'l, yo bu yoq bilan do'st bo'l. Oxiri aytdiki, o'zi meni xalqim uchun qurbon bo'ladigan insonman dedi. Mana endi
Agar prezident xalqi uchun qurbon bo'ladigan bo'lsa, endi Rossiyaga o'xshab zachiskani qilsin, endi tozalasin. Bizga qachongacha bu cho'chqa yeydigan narsalarni, harom narsalarni olib kirib, chekkadan olib kirib Rossiyaga bizga qilmayotgan bo'lsa kerak endi. Endi shularni bizda ham xo'ras hamma yerda bir xil qichqiradi degan-ku. Shunaqa telefon bor, sotka bor. Bu dunyoni u boshi bilan gaplashaveradi. Bu boshi bilan nima bo'lyapti? Ha, bo'lyapti. Ha, nima bo'lyapti? Ha, bo'lyapti. Yeyaptimi? Yeyapti. O'lyaptimi? O'lyapti. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Ana endi navbat keyingi ko'rsatuvimda Eron Amnenalo menga tochni ma'lumotlarni aytdi. Endi sizlarga men ko'zinglarda ko'plar aytayapti, bizni ko'zimizni ochdingiz ota. Biz bilmay yurgandik degan ana shunaqa ishni men yana sizlarga ma'lumot qilib beraman. Bu nima sabab bunga Eronga birdaniga bunaqa bo'lib davlat to'ntarishi? Nima sabab? Shularni so'zlab beraman xudo xolasa keyingisida. Yo tong otganda, yo bo'lmasa birozdan keyin men kecha gapirmoqchi bo'ldim, tong otgan paytda g'oq g'oq degan ovoz chiqdi-da, shartta svetlar o'chdi qoldi. Mana shunaqa bo'lar ekan.